Assalomu alaykum. Razoq shahrining turg'unlari, ayimdar janob mirzolar, ko'ngil burung'izlar. Razoq shahri Qashqasete ko'chasida o'ta chotki lokatsiyadan Ugulovoydan Alsotek tep-tegiz yer uchastkasi sotiladi. Videoni jurishida sizlarga sonon qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ushul Razoq shahrining sentralni yo'li bilan prokuratura tomonidan Qarasov ko'chasi bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, bu yoq tomonda Andara yo'lidan bu yog'i mana ko'rib turgandek o'ng qo'lga burilib mol doktorxonani oldidan shu yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar, sotilayotgan yer oldiga kirib borasizlar. Do'stlar, shu Andara yo'lini glavni yo'li bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, bu yoq tomonda Qashqada sotilayotgan yerimiz перекресток joyda joylashgan. Ko'rib turgandek, bu yog'i mana o'ng qo'lga qarab kirib ketgan, bu yog'i mana chap qo'lga qarab kirib ketgan. Mana shu burchakda o'ta so'nin 6 sotik yer uchastkasi sotiladi. Ko'rib turgandek, bu sotilayotgan yerimizning foydali tomonlari yeri burchagida mana shunday mana o'ta so'nin katta stalbalarda to'xlagacha kelgan. To'xtam muammo yo'q. Sotilayotgan yerimizning foydali tomonlari ko'rib turgandek kolxoz paytdan qolgan katta nasos simonday mana skvajni suv turbalari ham ashdan chiqqan. Bak hozir keyinchalik mana suv chiqqan paytda 4 metr shunday bo'ylab o'tsayni agarotga o'tib ketaveradi. Oqar suv ham xudo xolasa kelib qoladi tez kunlarda. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Mana sotilayotgan yeri grensalarini daha sizlarga sonon qilib taxtab ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Glavni yo'l tomon grensamiz mana shu toshdan bu yog'i mana ko'rib turgandek dakansa qo'shni imoratiga chayin bunaqangisi 20 metr. Mana yuqori yo'l tomon grensamiz mana shu toshdan bu yog'i mana dakansa qo'shni imoratini burchagiga chayin bunaqangisi 30 metr. Plus mana ko'rib turgandek stalbalar ham yerdan tashqariga qo'yilgan sonon bo'lib. Stalbalar mushat qilmaydi. Pastki yon tomon grensamiz bunaqangisi ham mana shu toshdan dakansa katta yo'lga chayin uzunasi 30 metr. Yuqori yon tomon grensamiz ko'rib turganda mana shu toshdan dakansa mana katta yo'lga chayin stalbani oldiga chayin uzunasi 20 metr. Do'stlar, sotilayotgan yerimizning foydali tomonlari juda ko'p. Ko'rib turgandek, bu sotilayotgan yerimiz ikki tomondan mashina yo'l kelgan. Bu yoq tomondan tuz bosib chiqib kelsangizlar, bu yoq tomonda перекресток yo'l bor. Bu yog'i mana dakansa qo'shnilarga yuqori tomonga qarab yo'l chiqib ketgan. Do'stlar, bu yerni sotib olgan odam bahozir kelib yuqori tomonga uy solsalar, past tomonga ayvon solsalar, ayvonga ham uyga ham katta mashina yo'ldan mashinalar bahozir kirib chiqaveradi. Hasha-pasha tashishga problema bo'lmaydi. Plus ko'rib turgandek yerimiz yuqori tomonda onda mana katta stalbalarda 3 fazlik to'xlagacha kelgan. To'xtam muammo yo'q. Plus ko'rib turgandek bu yoq tomonda qo'shnilar mana bir necha yildan beri uylarni solib, kelib, maza qilishyaptilar. Do'stlar, daha bir bor adresni aytib o'tamiz. Razoq shahri Qashqasete ko'chasida mana shunday mana o'ta so'rin Ugulovoy joydan 6 sotik yer uchastkasi sotiladi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsa, narxini 1.300.000 deyaptilar. Jazman oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazar nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa savdo qilib olishinglar mumkin. Do'stlar, agar sizlarga video yoqsa, обязательно ushul videoni yer olamiz degan do'stlaringizga, tug'anlaringizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.